Mana do'stlar, obyektimizga keldim. Xolisini topshirib oldik. Oxirgi kunimiz bugun. Bir hafta deganda. Bugun obyektimiz bir qo'shibkasidan boshlab bu yoqda mana spanlari. Keyin mana bu yoqda sanuzellari mana. Sanuzellari. Keyin mana bonusiga matnlarni qilib berdik mana. Chora qilib o'rnatib. Ben bu konusunda bu xolos mana bu yoqda kuxnalari mana hamma 3 kunda bir haftada qilib beraman deydi-yu, bu yolg'on. Hamma o'zini anaqasida bo'ladi, bunaqa ishlar bir oilaga olinadi. Yig'ishlarni o'ziga mana bir hafta ketib qoladi. O'tini qilish kerak, o'tini qilish kerak, mayda-chuyda ishlari bo'ladi. Mana patta yizolamiz. Ideya berib mana chiroyli qilib model berdik. Xudo xolasa yana bir tozalab olishsa ancha chiroyli bo'ladi. Keyin yana mana bunaqa bonusiga sekretniy tortmali ham qilib berdik. İçida shunday. Keyin mana rakvina qo'yib berdik bunaqasini o'zi bilan. Даже bunaqa filtrchi jiyanlarimiz bor. Shunaqa filtrlarga keyin kerak bo'lsa o'rnatib ketaveramiz. Xudo xolis kompost yo'q. Zakaz qilaverasizlar mana. Shunaqa ishlar bo'lsa bemalol topshirsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.